5200 dollarga 2 xonali kvartira topib qo'ydim. Siz hali ham bizga obuna bo'lmaganmisiz? Shunaqa uylardan qurib qolib o'tkazib yuborasiz. O'shaning uchun sirasi hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir men sizlarga buni obzorini qilib beraman. Qaranglar. Kirish joyimiz, uzungina koridorimiz mavjud. Bu chap tomonda birinchi xonamiz, radiator qishda isiydi. Eshiklar chiroylisidan qo'yib qo'yishibdi. Umumiy sanuzimizda hamma yoq mavjud. Chiqamiz, yana bitta xonamiz, mana qaranglar. 2 xonadan iborat, 5-etajda liftlari bor. Qaranglar, mana kuxnyasi, svet suvdan muammosi yo'q. Har doim aytaman, bu yangi domlarda gaz bo'lmaydi, lekin radiator qishda isiydi. Mana balkoni bor. Bu uyimizda narxiga kelsak, boshlang'ich to'lovi 5200 dollar, yana sunnatga ozmoz o'tib berishadi. 5 yil subsidiyasi bor, 2 oyini to'lashibdi. 3 million 150 dan to'lab borasiz, keyin 15 yil 4 million 150 dan berib borasiz. Kimga kerak bo'lsa, pastda raqamlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin, lekin arzon. Manzilga kelsak, Rishton eski mol bozorida, immindan shu domimizda 5-qavatida. Ulgurib qolinglar, narxi zo'r chiqdi.